Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi buyurtmalarimiz tayyor bo'ldi mana. Uzoq yonuvchi aqlli kotyollar bular. Bu kotyollarımızın 6 ta teplabiniga bor, 6 ta suv ko'ylagi bor, 6 ta kitob qo'yilgan. Bunkerlariga 200 kg atrofida ko'mir sig'adi. Bu kotyollarimiz ko'mirning hakasiga ishlaydigan kotyollar, ko'mirning hakasiga. Bu joyga hakani solasiz. Bu joydan ichiga galilkaga yuradi, galilkada yonadi keyin. Bu kotyollarımızın komplektida motorlar, reduktorlar, ventilatorlar, keyin miyalari bo'ladi. Bu kotyollarımızın listlari uchlik qora listlardan ishlangan, yangi listlardan. Bu kotyollarimizni 1 yil garantiyasidan beramiz. 3lik list bo'lgani uchun mabodo 4lik listdan ishlab bermoq desangiz 3 yil garantiyasidan beramiz. Bu kotyollarımızın eshiklari zavod standartida ishlangan, mana hamma narsa zavod standartida. Eshiklari juda qulay, mana qo'l uchida ochib yaklanadi bari bunaka. Bu eshikda mana gayligini ko'rib o'zingiz yoqsangiz bo'ladi bemalol. Bu joylardan mana kulni olasiz. Kimga shunaqa kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri eski paxta zavod ichida, ya'ni kichik sanoat zona ichida. Kimga shunaqa kotyollar qiziq bo'lib, tanish bilishsa qiziq bo'lsa, shu videoni tashlab qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlang.